Ilon Mask yangi partiya tuzish bilan tahdid qildi. Bunga javoban Tramp milliarderni Janubiy Afrikaga uyiga qaytarishini aytdi. Tomonlar o'rtasidagi ziddiyatga Trampning soliq imtiyozlari to'g'risidagi qonun loyihasi sabab bo'lmoqda. Unga ko'ra, AQSh mudofaasi va chegaralarini qo'riqlash xarajatlari oshib, ba'zi ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish qisqaradi. Mask esa bu biznesga ta'sir qilishidan xavotirda. Agar bu ahmoqona xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinsa, ertasi kuni Amerika partiyasi tuziladi. Mamlakatimizga demokratlar va respublikachilarning bir partiyali tizimiga muqobil variant kerak, toki xalq haqiqatan ham ovoz bera olsin, degan Mask. AQSh prezidenti bunga javoban Maskka uning elektromobillari uchun berilgan subsidiyalarni eslatib o'tgan. Elektromobillar yaxshi, ammo har kimni ularni sotib olishga majburlash to'g'ri emas. Ehtimol Ilon boshqalarga qaraganda tarixda eng ko'p subsidiya olgan shaxs bo'lishi mumkin. Subsidiyalarsiz u o'z biznesini yopib, uyiga Janubiy Afrikaga qaytishga majbur bo'lardi, degan Tramp. AQSh prezidenti raketa va sun'iy yo'ldoshlarni uchirish hamda elektromobillar ishlab chiqarish qo'llab-quvvatlanmasa, mamlakat ko'p mablag'ni tejashini aytgan. Ma'lumot o'rnida AQSh vakillar palatasi mazkur qonun loyihasini may oyida qabul qilgan. Senatorlar esa protsessual ovoz berishda uni qo'llab-quvvatlagan. Yakuniy ovoz berish 4-iyulgacha amalga oshadi.